Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun biz sizlar bilan Parda sirlari profilimizda va'da berganimizdek modellarni o'tishni boshlaymiz. Bugun birinchi darsimiz piramida panosi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir sizlarga ham amaliy, ham nazariy usulda chiroyli qilib o'tib beramiz. Piramida panoyimiz mana bu shaklda bo'ladi. Buning uchun albatta birinchi navbatda osnovasiga mato tanlab olishimiz kerak, ya'ni pano parterlardan olamiz. Pano parterlarimizni barxitlardan, eni quruqliqlardan olamiz. Albatta tanlayotganda ikkita asosiy guli chiqib turishi kerak. Shunaqa panolardan tanlashimiz kerak va orasida ichida tushadigan galstukiga panoyimiz ichidagi asosiy yorqin svetni tanlab olishimiz kerak. Misol uchun razmerimiz bo'yi 3 metr deb olaylik. 3 metr deb olaylik. Albatta panoyimiz uchun uyda razmeriga qo'shib olamiz. 40 sm dan 50 sm ga dabaqqa qo'shib olamiz. Bu albatta olayotganimizda rapor chiqarishni bilishimiz kerak. Bir xilgi panolarimizda 70 sm gacha to'g'ri keladi. Buni magazinda olayotganimizda panoyimizni gulini raportiga qarab qo'shib olasizlar. Xo'p, mana panoyimizni oldik. 350 panoyimizni olib oldik. Albatta eng asosiy ko'rinadigan gulini tanlab olamiz. Demak, bizda o'rtada mana shu ikki chekkada va o'rtada 3 xil guli bo'lsa, biz asosan ikkita yonma-yonini, ya'ni bunisi bilan bunisini tanlab olamiz. Va panoyimizni eng o'rtasini belgilaymiz. Asosiy gulni o'rtasini ham belgilaymiz. Panoyimizni tayyor bo'lishi 60 sm ideal chiqadi. Demak, o'rta gulni belgilab olganimizdan keyin 15 sm bu tomonga, 15 sm bu tomonga, 15 sm bu tomonga, 15 sm bu tomonga oldik va mana shu belgilaganimizni o'rta qismiga olib kelamiz, buni orqaga qayraymiz. Shunda 30 sm, 30 sm dan o'fshi bizga 60 sm ga panoyimiz tevasi tayyor bo'ldi. Panoyimizni asosiy mana osnovasini tayyorlab bo'ldik va endi ichidagi galstukini tayyorlaymiz. Ichidagi galstuki mana shu joyi, yig'ilgan joyi uyimizni 3 dan 2 qismi, 3 dan 1 qismi etak qismi galstuk bo'ladi, 3 dan 2 qismi tepa asosiy joyi ko'rinishi kerak bo'ladi. Demak, biz sirazi ishxonada ilamiz, panoyimiz tayyor bo'lgandan keyin ilib asosiy joyini, galstuk qo'yadigan joyini tanlab olamiz. Ana shu joydan yergacha razmerni keyin o'lchab olamiz. Nechi bo'lsa, dabavkasi, napolon teyishini ham klient xohishiga qarab qo'shib olinadi. Misol uchun bizda 2 metr u 1 metr 20 sm kirgani bilan 120 ga galstukimiz tayyor bo'lishi kerak. Ana unga polga teyish uchun, yerga teyish uchun yana 10 sm qo'shib olamizda, jami 130 galstukimiz uchun 130 matoni tayyorlab olamiz. Ya'ni bu tomoni 140, xohlasangiz ipak kadifidan 140 qilishingiz mumkin, pano bilan moslab, xohlasangiz 280 ni olib 2 ga bo'lib ikkitaga ishlatishlaringiz mumkin. Bu tomoni mana 130. Bunisi chegarasiz, uyni bo'yiga qarab olaverasiz, cheklanmagan. Tayyor bo'lgan overlock qilib tukuni pastga qaratib, chiroyli qilib buklovlarni olib olamizda, tepa qismini o'rtaga bir-biriga qaratib, hozir buni amaliyda ko'rsataman, 10 sm dan 20 sm gacha taxlab olasiz. Ya'ni taxlab bo'lganingizdan keyin sizda taxlangandan keyin shunaqa narsa tayyor bo'ladi. Ichidagi galstuki tayyor bo'ladi. Mana shu joyi 10 sm dan 20 sm gacha tayyor bo'ladi. Ana endi tayyor bo'lgan galstukimizni ham, panoyimizni ham birlashtirish uchun belgilab olib, ilganimizda primerkada chiqarib olgan joyimizga belgi qo'ygan bo'lamiz. Mana shu joyini xuddi shu yerga olib kelib tikiladi. Ichidan ichki qismidan mana ochilgandan keyin hozir ko'rsatamiz amaliyda. Tepa qismi ilingandan keyin tepa qismiga 3 ta joyiga orqa tomondan lenta tikib ketamiz. 2 metr, 2,5 metr. Mana bu tortilganda orqa tomondan shu lentaga qadab qo'yiladi. Bu tomonini endi amaliyda ko'rasizlar.
Mana bizni bugungi panoyimiz, demak bunda asosiy guli ikkita. Gohki panolarda o'rtada ham bo'ladi. Shuncha adashmasdan siz kerakli ikkitasini olasiz. Mana endi panoyingizni olib olib, bu hozir sizlarga obrazeslik uchun biz yonlarini buklamadik. Sizlarda bu pano albatta yonlari overlock qilib, buklangan, dazmollangan, chetlari, etaklari tayyor bo'ladi. Bu obrazeslik uchun men sizlarga ko'rsatib beryapman. Xo'p, bizda asosiy mana ikkita gul tanlab oldik va o'rtasini topib, birinchi navbatda belgi qo'yib olamiz. Mana. Endi bu gulimizni ham o'rta qismini topib olamizda, o'rta qismiga belgini qo'yib olamiz. Mana. Bu tomonda ham xuddi shu belgini o'rtasiga qo'yib olamiz. Ana endi bu gulimiz 30 sm, bu gulimiz 30 sm chiqarish uchun 15 sm dan ikki tarafiga chiqarib olamiz. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Ana endi bularni chiroyli qilib skladkasini chiqarib olamiz. Birinchi navbatda bu 15 sm da o'rtaga olib kelamiz. Ikkinchi gulimizni 15 sm ni ham olib kelamiz. Shu joyida qizlar ahamiyat berasizlar. Olib kelayotganimizda 0,5 sm ga ustiga mindiramizda va ikkalasini ham 0,5 sm ga tepaga ko'tarib olamiz. Sababi mana o'rta joy ochilib ketmasligi uchun. Bu ham asosiy fishkasi hisoblanadi modelimiz. Ko'rdilaring? Ikkala gulni olib kelib oldik. Ana endi o'rtadan baqa chiqqan 15 sm imizni shunday orqaga oddiy qilib qayiramiz. Ko'rdilaringmi? Mana oddiy qilib qayirdik. Bu chekkasini ham xuddi shunaqa qilamiz. Eng asosiysi shu blavkalar qo'yilgandan keyin korsajga tikish jarayonida ham juda ham hushyor bo'lib, bu joylari qaytargan joylarimiz pastga tushib qolmasdan, bu joylar pastga tushib qolmasdan tikish kerak. Bunda albatta tikish texnologiyasiga ham qattiq ahamiyat berish kerak. Gulni chiqarib qo'ydik, bo'ldi, terdi bilan gap bo'lmaydi. Albatta har bitta burchagiga, har bitta joyiga ahamiyat berib tikamiz. Shundagina modelimiz idealniy bo'lib chiqadi. Mana tayyor ikkita gulni chiqarib oldik. Matoyimiz qattiq, albatta buni ilgandan keyin ustiga yaxshilab barmoy dazmollab beriladi. Matoning ustida qancha ko'p ishlasak, shuncha matoyimiz bizga bo'ysunishni boshlaydi. Mana tayyor holati 60 sm ga mana rovna 60 sm ga tayyor bo'ldi. Ana endi buni chiroyli qilib mana shu joyiga korsajini tikamiz.